Bu misol shartida yagona yechimga ega bo'ladigan t ni qiymatlarini so'rabdi. Demak, yagona yechimga ega bo'lish uchun diskriminant 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu birinchi sharti. Ikkinchi sharti, mana bu bosh koeffitsient a desak, shu 0 ga teng bo'lishi kerak. Shu ikkita shartni qanoatlantirganda yagona yechim bo'ladi. Diskriminantimiz minusdan t plus 1 ni kvadrati 4 ko'paytirilgan t kvadrat minus 3t minus 4 ko'paytirilgan 1. T kvadrat plusdan 2t plus 1 minus 4t kvadrat minus plus 12t plusdan 16 teng 0. Minus 3t kvadrat plusdan 14t plusdan 17t teng 0. 3t kvadrat minusdan 14t minus 17 teng 0 bo'ladi. Mana bu tenglamani ishlab qo'yishimiz kerak. 14 plus minus 20 bo'lar ekan. Taqsim 2. 2 ko'paytirilgan 3. Minus 1 34 taqsim 6 ya'ni 17 taqsim 3 bo'ladi. Ikkita yechim ekan. Keyingisi ikkinchi sharti t kvadrat minus 3t minusdan 4 teng 0 bo'ladi. Bu tenglama 3 plus minus 5 taqsim 2 bo'ladi. Demak 4 bilan minus 1. Xo'p, demak bitta, ikkita, 3ta yechim mavjud bo'lyapti. Bularning ichida minus 1 ni olmaymiz. Sababi minus 1 da bu koeffitsient 0 bo'lib ketar ekan, bu koeffitsient 0 bo'lib ketar ekan, 1 teng 0 bo'lib qoladi, yechim bo'lmaydi. Javob ikkita bo'lar ekan.